Kanalımızga qadrli YouTube ko'ruvchilar, yana sizlar bilan Bilal qori. Men hozir zo'r darchani avzo'r qilib beraman. Bu darchani ko'rib bo'lsalaring, gilan kelib qolasizlar. Bu darcha hamma sharoitlari ham to'g'ri ichkarisida, salonlari ham ichida, soyda bo'yi soyda bo'yi, yonida soyda bo'yi bo'lsalar ham mazza qilib dam olasizlar bor. G'olsizlarga dacha emas, bu dacha tip tog'dan tushganda pastda do'qir yo'l keladi. O'shdan pastga tushib, burlasizlar u yerda to'g'ri aytda salon turibdi. Salban yonda o'yda mashina yuradigan joy turibdi. O'shdan burilib kelsalar bo'ladi, to'g'ri kelsalar bo'ladi. Agar shu manzara kerak bo'lsa, bitta ko'rasiz. Mana bu, mana zakaz somsa shashlikchi shu yer. Nomerni aytaman hozir. 91lik 650 80 07 obunachilar. Mas dachamiz mana shu qora mashina turgan joy obunachilar. Qora, oq Mercedes buni qora mashina turgan mashtaqa turgan joy. Bu dachamiz taxminancha qancha deb o'ylaysizlar? 100 million tepasi, 100 milliondan tepa javob beraman. Agar mana dacha narxi qancha tur? Agar topganlar kommentga qoldiringlar. Endi ichkari ko'ramiz. Mana bu yerda sharoitlar mana masala uchun bitta davara o'tirasizlar. To'rda kirib ketganda so'rlar bor, o'yingoh bor. Mana aytda sharoitlar sizlarga zo'r narsa ko'rsatamoqchilar. Bu dachamiz Shahmardonda tog'dan tushib kelganda bitta zo'r joyda ekan. Ay tosh buni. Masaqa Shahmorda kiysam yo'qmi? Komment yozib qoldiringlar. Ana soyda bo'yi obunachilar. Ana bu havo tozaligi obunachilar. Kislar bu joyga mas dacha narxi qancha va mana shu yerda ko'rasizlar.